Assalomu alaykum. Qisqa ko'paytirish formulalarini o'rganamiz. A plus B ning qavs kvadrati barobar, buni yoyib oladigan bo'lsak, birinchi sonning kvadrati A ning kvadrati qo'shilgan formulamizda bor 2 ko'paygan qavs ichidagi sonlar, ya'ni AB, 2 ko'paygan AB qo'shilgan ikkinchi sonning kvadrati. Bunga doir misol 2x plus 3 ning qavs kvadrati. 2x ni ko'paytiramiz kvadratga, ya'ni 2 kare 2 4 ko'paygan x ning kvadrati x kvadrat qo'shilgan formulamizda doimiy bor 2 ko'paygan 3 ko'paygan 2x. Bu 6 ko'paygan 2x ga keladi. Qo'shilgan ikkinchi sonning kvadrati, ya'ni 3 ning kvadrati 9. Bu formulani tushundingiz degan umiddaman. Keyingisi A minus B ning qavs kvadrati minusli shakli. Birinchi sonning kvadrati barobar A kvadrat minus formulamizdagi doimiy 2 ko'paygan qavs ichidagi sonlarning ko'paytmasi A ko'paygan B. Qo'shamiz. Bu ikkinchisida qo'shiladi. Ikkinchi sonning kvadrati. Misol x minus 4 ning qavs kvadrati. X ning kvadrati, ya'ni x kvadrat. Formuladagi minus belgisi va yana formuladagi 2 ko'paygan qavs ichidagi sonlar. 2 ko'paygan 4 ko'paygan x, ya'ni 8x. Formuladagi qo'shish belgisi va 4 ning kvadrati 16. X kvadrati minus 8x plus 16. Keyingi formulamiz qavs ichida emas, bu sonlarning kvadrati. A kvadrat minus B kvadrat barobar qavs ichida A minus B qavs yopiladi. Xuddi shuni plyusliga qavs ochamiz ko'paytirilgan holda. A plus B. Formulamiz tayyor. Endi buni misolda ko'ramiz. X 2 ning kvadrati ayrilgan 3 ning kvadrati. 2 dan ayiramiz 3 ni, ko'paytiramiz 2 qo'shilgan 3 barobar. Albatta ikkalasi ham qavs ichida bo'lishi kerak. Barobar 2 dan 3 ni ayirsak minus 1. Buni ham qavsga olamiz. Ko'paytirilgan 2 ga qo'shamiz 3 ni, 5 qavs ichida albatta. Minus 1 ga ko'paytiramiz 5 ni, ya'ni minus 5. Albatta bu misolni 2 ning kvadrati 4, 3 ning kvadrati 9, 2 ayrilgan 9 minus 5 deb ishlasak bo'lardi. Bizga qiyin misollar berilgan kitobimizda. Shuning uchun ham bu formuladan foydalanishimiz kerak. Qolgan misollar siz uchun